O'zingiz haqingizda hech qachon negativ gapirmang. Chunki bizani og'zimizdan chiqayotgan so'zlar bizani miyamiz boricha qabul qiladi. O'zimizni haqimizda negativ gapirsak, atrofimizdagilar ham o'sha negativ tomonlarimizni ko'rishadi. O'zimiz haqimizda pozitiv gapiradigan bo'lsak, bizani atrofimizdagilar bizda faqat o'sha pluslarimizni ko'rishadi. Sizni odamlar sizga bo'lgan muomalangizni, sizga bo'lgan harakatlaringizni ular uchun siz o'zingiz aniqlab berasiz. Men hech qachon o'zimni chiroyli emasman demayman. Men har doim o'zimni krasotkaman deyman, chiroyliman deyman. Odamlar ham xuddi shunaqa vоспринимать qiladi, soответственно menga shunaqa darajada muomala qilishadi. Agar men bu kimga aytay, "Voy, etim unaqa, qornim chiqib qolgan, betim xunuk bo'ldi." Ular uchun men o'zimni yaxshi ko'rmayman, o'zini yaxshi ko'rmagan odamni kim yaxshi ko'rishi kerak? Siz uchun men alohida yopiq Telegram kanal ochdim. U yerda har kuni o'zimni mislarimni va sizni o'stiradigan fikrlarim bilan bo'lishib boraman. Daraja deb kommentariyaga yozsangiz, u yopiq kanalimga dostуп olasiz.